tomirimda oqqan qonim, ham pokiza sof imonim bu. Nasl boisi, bugungi shodiyonaning sababchisi, mana shu xonadonning fayzi farishtasi, duogo'yi, qirolichasi bo'lmish Matluba opajonimizni tavallud ayyom, shukronalik kunlari bilan tabriklash uchun, xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Matluba imonim bu, onam, ham davlatim, g'animatim, ham jannatim busiz, onajonim. Sizgacha borlar. Bugun sizni shirin orzular yana bir bor bahorga chorlikda aytadi, tavallud kuningiz muborak bo'lsin.